Xo'p, mana hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mijozlar. Televizorda RTL ekranini shivakkiga oldik. Ko'rinyaptimi? Dechurkada turibdi. Mana ekranni bunday qo'yib yubordim endi. Maytda kesdim bolgarka bilan. So'kmanglar endi. Kesmasa ham bo'lardi. Men bo'lganimda shunday tushirib yuborardim. Kesib nima qilasan? Majbur bo'ldim endi mana shlefni tushirish uchun. Maytdan bolgarkada kesib, tagini skoch bilan yopdim, mягкий narsa bilan, izolenta bilan izolyatsiya qildim. Shlef temirga botmasligi uchun. Keyin mana katta shlefni ham bunday skochlab qo'yardim endi, so'kmanglar. Undaqa bo'lmaydi. Chiqib ketadi, skochni ushlamaydi. Yoqib ko'ramiz endi televizorimizda. Mana. Ekran ham birga bir tushar ekan. Shivakki. Men o'ylovdimki, teskari yoki negativ tushib qolarmikan desam, yo'q. Yaxshi o'zida tushdi.